Parvardigor g'am qayg'udan, ojizlikdan, dangasalikdan, baxillikdan, qo'rqoqlikdan, qarzni bosib qolishidan, ya'ni qarzni to'lolmay qolishdan va odamlarning g'olib kelishidan sendan panoh tilayman. Qarz haqida aytilgan so'zlar, ulug'larimizning so'zlari. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: "Iyyakum vad-dayn, hammun bil-layli va madallatun bin-nahar." Qarzdan ehtiyot bo'linglar, chunki u tunda g'am, kunduzi xorlik. Ali roziyallohu anhu aytadi: "Ad-daynu la yunamu lahu bil-layl va la yuhda'u lahu bin-nahar." Qarzni deb tunda uxlanmaydi, kunduzi esa xotirjam bo'linmaydi. Abdulloh ibn Umar aytadi: "Li an amuta va laysa alayya daynun ahabbu ilayya min amuta va mali mithla Uhudin." Men zimmamda qarzim bo'lmasdan o'lishim meni Uhud tog'icha molim bo'lib turib o'lishimdan suyukliroq.